Ikkinchi savolimiz, mana hozir internetlarda juda ko'p ko'ryapmiz, ko'zimiz tushyapti videolarda. Autizm bo'lishidan oldini oling, bolangiz autizm bo'lib qolmasin degan video roliklar ko'p chiqyapti-da. Aynan shu bolamiz autizmga qarab ketayotganligini biz nimadan bilib olsak bo'ladi? Unda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ya'niki oldini olishimiz uchun. Alomatlarini Alomatlari. alomatlarini bilsak bo'ladi. Qaysi paytda bilamiz? Autiz ko'proq bo'lib kelayotgan autiz kimlarda bo'ladi aslında? Aslında bo'layotgani katta yoshli odamlar borku, katta yoshli odamlar misol 30 dan o'tgandan keyin farzand ko'radi. 35 dan o'tgandan keyin mana o'zim yaqinda ko'rdim, 48 yoshli bir ayolni ko'rdim, farzandli bo'lgan. Ana ularda juda ham nimasi katta. Ularni farzandlarida veriyatность katta bo'ladiki, to что autiz bo'lishga. Chunki biz yosh bolalar bilan ishlaganimiz uchun ko'p unaqa kasalliklar keladi. Psixiatrimiz bor. Psixiatrimiz bilan ko'proq gaplashib o'tirganimizda ko'proq kasallar keladi, aytib beradi, qanday qilib unaqa kasalliklar bo'ladi, sabablarini hammasini ko'rib o'tiramiz. Ko'proqlar shundan kelib chiqadi. Katta yoshda farzand ko'rgandan bo'ladi, birinchisi. Ikkinchisi, farzandiga bee'tibor bo'lishida. Bee'tibor qanday? Farzandingizni oldingiz keldingiz, autiz oldin kamida, hozir ko'paygan. Qanday nima bilsangiz bo'ladi? Farzandingizni o'zini dunyosi bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Misol uchun telefon o'ynab o'tiribdi, telefonda qaysi multик qo'ysangiz, misol uchun boshqa joyda o'ynab o'tiribdi, o'zi bilan o'zi o'ynatib. Shuni televizorga misol uchun o'zi yaxshi ko'rgan multikda, misol uchun shuni qo'ying, ovozini eshitsin, shuni qaraydi. Shuni qaraydi. Lekin uni otini aytib, misol uchun Muhammadjon deb qancha chaqirsangiz ham, u qaramaydi sizga. Ya'ni otini aytsak, u hattoki otini aytib uni chaqirsangiz ham qaramaydi sizga. Lekin multigi bo'lsa qaraydi. Multik bo'layotgan shuni qaraydi. O'zi yaxshi ko'rgan. O'zi yaxshi bo'lganini. Keyin u bola hech kim bilan do'st bo'lmaydi. Bir o'zi alohida bo'lib qoladi. Alohida bo'ladi. U do'st bo'ladi kimga o'ziga o'xshagan autizmlar bilan nima bo'ladi? Do'st bo'ladi. Ularning o'zining dunyosi bo'lib qoladi. Birinchi etapda juda ko'p odamlar u narsani his qilmaydi, his qilmaydi. Faqatgina shu nevrologga boradi, bola o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi, shu telefonga yopishib qolgan, telefon o'ynayapti. Menga shu yaqin o'rtada misol uchun 2 oy ichida 4 tami 3 ta o'zimiz odamlar chetdan bordi. Bolachalar endi bu yerda Rossiyada ko'p ota-onalar ishlaydi-yu. Boradi. Nima bo'lyapti desam, shu telefonga yopishib qolgan. Bog'chaga bersang hech kimni do'st bo'lmaydi. Bir zumda nima bo'lib qoladi? Bog'cha opasi chiqarib yuboryapti. Bolangizga qaranglar, bola hech kim o'ynamayapti. Bola xarakteri o'zgaryapti. Doktorga borib ko'rsatinglar, nevrologga ko'rsatinglar. Nevrologga borsak, 3 xil tabletka yozib beradi, tamom. Bolani shu bitta simptomi bor-da, bola o'zining dunyosi paydo bo'lib qoladi. O'zini dunyosi paydo bo'lib qoladi. Misol uchun biz ikkovimiz gaplashib o'tirsak, ikkovimiz ketaveramiz yaxshi gaplashib, misol uchun uchinchi odam gaplashib. Ularda uchinchi odam yo'q. Ikkinchisi ham yo'q. Ikkita odam bo'ladi xolos. Ikkinchi odam kim? O'ziga o'xshagan autist bo'lib qolsa. Обычный odamlar do'st bo'la olmaydi. Ularni bog'chasi, nimalari, maktabi hammasi oddiy bo'ladi. Bo'lmasa u обычный bog'chaga bersangiz bolani psixologiyasini battar qilasiz.